Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999-yil 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ruh, avtori Ahad Turdi. Birinchi qism, 10-bob. Karachidagi taqozzoliq. Davomi. Sen arabchini nada o'rgangan? Yurtinglarda madrasalar bormi? Bor, bir emas, bir nechisi bor, dedi Akbar faxrlanish tuyg'usi bilan. Men xonliq madrasada 6 yil o'qigan. Bizning u yerda Misr, Hindiston va Buxorolarda o'qigan katta ulamo ustozlarimiz bor. Sen meni bakmo xushal qilding o'g'lim, dedi arab. Qo'ng'ir ranglik o'gilari yo'g'on, yumshoq alqalarda Akbarning bosh ko'zlarini mehribonlik bilan silab turib, "Biz tanishib qolaylik. Mening ismim Said Taha. Yamanlikman. Ammo 5 yildan beri mushu yerda turibman. Sen qandoq bo'lib bu yerga kelib qolding?" Akbarmi bu odam bilan tanishib 6 yil o'rgangan arabcha tilini ishlataganligidan xushal edi. Shunga u beshidan o'tgan kunlarni va hozirgi ahvolini ujur-bujurgacha so'zlab berdi. Said Taha Akbarning kichikkina turib shuncha ko'p riyozatlarni chekkanligiga ichi og'ritdi va ko'ngil yasab mundoq dedi: "Kichik bo'lsangmi, qutlug' safarga otlanibsan. Alloh seni niyatingga yetkazdi o'g'lim. Baya Arabiston konsulxonasidagi Muhammad ibn Ja'farning gapini qilding. U lafzi halol, yaxshi odam. Uning bolasi menda ta'lim oladi. Menmi uning bilan ko'rishib sizlarning ahvolinglarni aytay." Akbar rahmat aytdi va bir parcha qog'ozga sangza samboslardan o'rab uning qo'liga tutqizib qo'ydi. Said Taha pul berish uchun hamyonini ilividi. Akbar: "Lozim emas, ustoz. Mening kichikkina ko'nglim", degunicha uning yinidan ketdi. Akbar kechda dadasiga Said Taha bilan tanishganligini va o'zaro qilishgan gaplarni aytib berdi. "Yaxshi odam bo'libsan o'g'lim", dedi Atxon xushal bo'lib. "Yaxshiga yipak yarshar degan shu. Yana uchrashib qolsang, bu yerga boshlab kel. Bizmo tanishaylik. Musofirchilikda bundoq odamlar bizga putqul bo'ladi. Ziroat ko'kidan ma'lum degandek, odamning yaxshi yomonligimi biror ig'iz so'zi, ko'zi va chiroyidan mana debla chiqib turdi." Said Taha to'g'risida Atxonning o'ylig'ini to'g'ri edi. Yamanda o'sib cho'ng bo'lgan bu odam islom ahlining peshvosi va din olimlarining mo'taviri edi. U bir necha yilning oldida dindagi oyg'i chiqmas mazhab kurashlarining g'avg'olari va o'zini katta ulamo deb atab olgan chala savodlarning hasad husumatlaridan bizar bo'lib, umrining oxirini tinch va bexaraman o'tkazish uchun bu yerga kelib makonlashib qolgan edi. U bu yerda Miri Arab nomli uyushma qarmaqidagi madrasada mudarrislik qiladi. Bu madrasada ko'proq Arabiston, Yaman, Misr, Iroq va Suriya taraflaridan kelib, Karachida turib qolgan arab savdogarlari bilan konsulxona xodimlarining bola chaqasi o'qiydi. Bu odam yo'li kelsa oz-to'la tijorat ishlari bilanmi shug'ullanib qo'yadi. Chunki uning bir o'g'li Madinada savdo sotib qiladi. Ular 3 kundan keyin yana shu yerda uchrashdi. Said Taha uni saqlab turgan edi. "Savdon qandaqroq?" so'radi u Akbar bilan ko'rishibla. "Yaxshi", dedi Akbar o'z ishidan rozi bo'lgan qiyofatda. "Dadam, harakatini yeymiz, barakati qoladi degandi. Degandek sotgan narsaning foydasi bilan kunlik turmushimizni obdan o'tkazyapmiz." "Dadam to'g'ri debdi", dedi Said Taha Akbarning yonida o'ltirib. "Harakatsiz hayot o'lgan bilan barobar bo'ladi. Harakat bo'lmasa bu dunyoni qandoq taraqqiy qildira olamiz? O'rinliqning, tushkunlikning dinimizda hech qanday o'rni yo'q. Dinimiz hayot dini, yashash dini, to'xtamay harakat qilish dini. Qarana, bu dengizning qudrati nada? Uning qudrati tinimsiz harakatda. U yerib charchashni bilmaydi. Kech-kunduz gurildab, shovqinlab turadi. Shuning uchun uning ostida ajoyib mo'jizotlar yashaydi. Ustida haybatlik paraxtlar uzib yuriydi." Said Taha xuddi o'z dematlik ulfatlari bilan mundashgandek shundoq tabiiy va shundoq ma'nilik so'zlab ketdi. Akbarmi
Uning so'zidagi cho'nqur hikmatlarning tagiga yetmoqchi bo'lgandek butun zehni bilan berilib angladi. Bir chaqda Said Taha uningdan tuyuqsiz so'rab qoldi. "O'g'lim, o'qishni xohlamsan?" Akbar qilcha ikkilanmay to'p-to'g'rila javob berdi. "Xohlayman, ustoz. Bu mening hamisha o'ylaydigan birdan-bir orzuyim." Said Taha otiliq mehri bilan uning yelkasiga qoqdi va "Yaxshi, nihoyat yaxshi", dedi hayajon bilan. "Men seni xato tushunmabdiman." Said Taha ashu kuni Akbar bilan tunji qatim uchrashgandila o'zining o'tkir nazari bilan uning chechan, zehni ochiq, talabchan bola ekanligini ko'rib yetgan edi. Uyiga ketgandan keyinmi xili vaqtgacha Akbar to'g'risida o'yladi va o'zining uningga amroq bo'lib qolganligini his qildi. Bilim ahliga xos keng nazarga, haqqoniyat tuyg'usiga va dunyo ishlari to'g'risida cho'nqur fikr mulohizlarga ega bu oq ko'ngil odam Akbarning musofirchilikda qog'jirab ketgan sabiy dilini bir kun bo'lsa-mu bilim sharbatlari bilan sug'urishni o'ylagan edi. "Men seni dadangdan, hamrohlaringdan ayirib, ilib qolmoqchi emas", dedi Said Taha o'z ko'nglidagi o'ylarini tushundirib. "Bu yerdan mang'icha orliqda mening madrasamda o'qib tur demoqchiman. Bilim ilishning vaqt qarali, chek chegarasi yo'q. Odam balasi bir kun yashasa, bir kun o'rganishi kerak. Bilim odamning o'ziga taalluq narsa. Uni hech kim tortib olmaydi. Agar xohlasang, men seni madrasaga olib qo'yay. Yotoq tomoqlarining hammasi mendan bo'ladi. U yerda yana bir muncha bolalar bilan tanishsan." Akbarning yuraklari o'ynab ketdi. Bundaq cho'ng himmat uchun u har qanday rahmat aytibmi, ko'nglidagi xushalligini tugatalmaydi. "Men xohlayman", dedi u taqozolik bilan. "Hozirla berishga roziman, lekin dadam..." "Ha, bildim", dedi Said Taha uning nima demoqchi bo'lganligini tushunib. "Dadam nima darkin deb andish qilyapsan-ku deyman. Mundaq bo'lsin. Sen so'z-sitiqini tugatib meni mushu yerda saqlab tur. Men 2 soatdan keyin seni olg'il kelaman. Sen bugun bizning uyni ko'rib olib, ata dadangni boshlab kelgin. Billa so'zlashaylik, bo'lamdi?" "Bo'ladi. Men mushu yerda saqlayman, ustoz." Ikkalan vaqtliq xo'shlashdi. Akbar sodisini tezroq tugutish uchun dengiz bo'yidagi ashmi qumliq so'qmoq yo'llarda chipib yurib, xaridor izlashga boshladi. 4. Akbar madrasaga o'rnashib orzusiga yetdi. Yangi saboqdoshlar bilan tanishib, xuddi burunqi g'amsiz o'quvchilik hayotiga qaytgandek xushal va shodimon bo'lib qoldi. Bu madrasaning o'qitish sharoiti xili yaxshi edi. Bu yerdan xohlagan vaqtda islom dini tarixiga oid kitoblardan boshqa yana dunyo tarixiga oid nurg'un kitoblarni, tabiiy va ijtimoiy fanga oid esil qomuslarni topqili bo'ladi. Akbar kichigidan tartib kitob xumar bo'lg'achqa, bu rangarang bilim xazinalari uning tugamas bitmas boylik dunyosiga aylandi. U kitob o'qishga, ustozi Said Taha bilan nimalarnidir mulohaza qilishga berilib ketdi. Said Tahamu Akbarning mundaq qizg'in, jushqun ruhidan ta'sirlanib, uni yep-yangi bir ilm olimiga, u burun ko'rib boqmagan, anglab boqmagan yangi uchur, yangi qarash va yangi tafakkur ichiga boshlab kirib ketdi. Qisqagina bir muddat ichida Akbar o'zini go'yo birdilla bo'y tortib o'sib qolgandek, shuningga yarasha zehnimi ochilib, bilimi ulg'ayib, tamkin, salobatlik bir odam bo'lib qolgandek his qildi. Demisimi, u hozir Qashqardagi xonliq madrasada rohat farog'at ichida g'amsiz o'qiyotgan burunqi Akbar emas edi. Akbar yurtdan, muqaddas ona quchqidan ayrilgan 10 oydak vaqtdan buyon talay davonlarni eshib, yurtdan yurtga ko'chib, hayotning bakmi go'zal, rangdor va shafqatsizligini, tabiatning ajoyib mo'jizalik, o'zgarishchan va bepoyonligini, odamlarning to'limi sirliq, murakkab va yuksakligini ko'rdi, tushundi. Uzun safarning jafo mushaqqatlari bilan turmushning qiqil so'qollari Akbarning yumron ustixonlarini tavlab, burunqi nozik, chidamsiz jismini quyishdek qattiq va bejirim qilib yetishtirgan bo'lsa, hayotning kutilmagan taqdir qismatlari bilan
tirikchilik yo'lidagi azob oqibatlar uning erka, tertak mijozini pishildirib, burunqi, bo'shang, parvosiz ruhini mustahkam, irodalik, har qanday ishqa samimiy va astoydil qaraydigan qilib yetishtirdi. Shunga Akbar xushalliqdan ko'ra qayg'u, baxtdan ko'ra azob, kulikidan ko'ra yig'a ko'prak singib ketgan mushu 10 oy ichida o'zini bir necha yosh cho'ngib qolgandek tamkin, salobatlik his qiladigan bo'lib qolgan edi. Buning ustiga Said Tahaning qasidalari qisqa, hikmati cho'nqur, ilmiy suhbatlari qo'shilib, uning nazar doirasini kengaytib, hayot haqiqatlarini texmi to'g'ri va cho'nqur tushunadigan ma'naviy manziliga boshlab kirgan edi. Bir kuni Said Taha madrasadagi o'quvchilardan 10 nachisini tanlab bir hujraga yig'di va ularning oldiga sharq adabiyoti to'g'risida bir savol qo'yib, zihin sinash qilmoqchi bo'ldi. Sharq adabiyoti uzoq tarixiga parlaq adabiyot. U paydo bo'lgan keng rayonlar insoniyat madaniyatining bo'shki va manbasi bo'lgan, dedi u o'quvchilarning diqqatini o'ziga tortib. Buni yaxshi bilmagan odam o'zining ota-bobosini, tarixini, madaniyatini yaxshi bilmaydi. Har qaysi davrlardagi ajdodlarning ideya, g'oya, hissiyot va orzu-armonlarining qandoq bo'lganligini tushunmaydi. Shunga men sizlarga o'tganda mutolaa qilgan kitoblar ichidan sharq adabiyotining bir qanoti bo'lgan arab adabiyotiga doir bir savol beraman. Kim to'g'ri va dal javob bersa, uningga 30 rupiya mukofot berildi. Pulning soni garchi oz bo'lsa-mu, lekin uning qimmati yuqori. Chunki u sizlarning qanchalik kitob o'qiganliginglarni va o'qiganlaringlarni qanchalik mutolaa qilib izlanganliginglarni o'lchaydigan adil o'lcham. Amsa quloq solinglar, savolni o'tirib qo'yman. Erkinlikning o'zi hayotlik. Erkinlikdan mahrum bo'lgan kishi go'yo o'lik odam. Erkinligi bo'lmagan davlat xuddi mozor. Bu so'z kimning, qaysi asrida aytilgan, qachon? Bir necha bola arqa-arqadan qo'l ko'tardi. Said Taha shuning ichidan eng dastlab qo'l ko'targan Ali Jahiz ismli o'quvchiga ruxsat qildi. Bu so'z yaqinqi zamon arab adabiyotining dangliq vakili Jibran Xalil Jibranning Sungan qanot nomli asarida aytilgan. Yili u qachon aytilganligi to'g'risida bir narsa deya olmay, tirniqini tatilab turib qoldi. Javob to'g'ri bo'ldimi? so'radi Said Taha o'quvchilarga takshir nazar tashlab. "Yo'q, to'g'ri bo'lmadi", dedi bir o'quvchi xili ishonchlik bilan. "Men deb baqay." "Bo'ladi, sen deb baqa", dedi Said Taha rag'batlantirib. "Bu so'z", dedi hiliqi o'quvchi qo'llarini o'ynatib. "Yaqinqi zamon arab adabiyotining dangliq shoiri Ahmad Shavqining Suriya mustaqilligi degan asarda aytilgan." "Xato, senmi xato aytding", dedi Said Taha bir oz betaqat bo'lib. Hujra sukutga cho'mdi. O'quvchilar jiddiylik ichida o'ylanmoqda edi. Ularning hammasi yosh jihatda ancha cho'ng farq qilmaydigan 15 yoshdan 18 yosh oralig'idagi Misrlik, Yamanlik, Iroqlik, Suriyalik va Arabistonlik arab bolalari edi. Buning ichida faqat Akbarla dunyoning yiroq chetidagi bir qadimki yurtdan kelgan oddiy Uyg'ur bolasi edi. Sukunat xili uzoq davom qildi. Chunki mudarrisning o'tirg'a qo'ygan savoli odamni kalla qatirishga undaydigan xili qiyin savol edi. Bir hazorlik jimjitlikdan keyin Misrlik bir o'quvchi ruxsat ilib so'zladi, lekin uning javobi to'g'ri bo'lmadi. Said Taha umidsizlik bilan beshini ling'ishtirib qo'ydi. Uning orqasidan Yamanlik bir o'quvchi so'zladi. Uning javobi yarim yarti bo'ldi. U yozuvchining ismini to'g'ri aytdi-yu, asarning ismi bilan yilini to'g'ri ayta olmadi. Said Taha yana afsuslangan holda yelkasini qisib qo'ydi. Boshqa o'quvchilar yana sukutga cho'mdi. Oldidagi bir nechalarning mag'lubiyati ularni yurak oldi qilib qo'ygan edi. Akbarmu arsaldiliq ichida qoldi. U xili cho'nqur o'ylanib, ko'ngilda bu savolga qanoatlanarlik javob topgan edi. Iroqning yaqinqi zamon atoqli shoiri va yozuvchisi Ma'ruf al-Rusafining 30-yillarda nashr qilingan bir to'plamini Akbar texi yaqindala madrasaning qiroatxonasidan ilib
bir necha kungacha qiziqib o'qigan va ustozi Said Tahodan bir necha qiyin narsalarni so'rab bilib olgan edi. Baya aytilgan so'zmi ana shu to'plamda bor edi. Lekin u darhol qo'l ko'tarib bu savolga javob berishni o'zi uchun ancha loyiq ko'rmadi. Chunki bu madrasaning kona o'quvchilari oldida yetim oqsoqollik qilib, ularning nazarida manmanchi, shapshak ekan degan yomon ta'sirat qoldirib qo'yishdan qo'rqdi. Ammo Said Taha xuddi uning ko'nglidagini bilib olgandek mundaq dedi: "Hammanglar so'zlaysizlar, qanchalik bilsanglar shunchalik danglar. Bu sizlarning zehniy kuchinglarni sinaydigan bir fursat." Akbarning davomli arsalda bo'lib, ehtiyot qilishining o'rni qolmadi. Said Taha boyiqi so'zlar bilan uni xufiyona ilhomlantirib. Shunga Akbar Suriyalik bir o'quvchining orqasidan ruxsat olib, ko'ngilda qayta pishildirib olgan so'zlarini aldirmay, dona so'zlashga boshladi. Bu so'z yaqin zaman arab adabiyatining dangliq vakili Ma'ruf al-Rusafining 1926-yil yozgan Tafakkur erkinligi uchun degan asarda aytilgan. Yaxshi, dedi Said Taha uning javobini anglab bo'lgandan keyin rozimanlik bilan. Savolga to'g'ri dal javob berding. Mukofot sana beriladi, o'g'lim. Ondan u ba'zilari salpayib, go'shiyib va ba'zilari ichi qoriliq qilib olib o'ltirgan boshqa o'quvchilarga ro'y qaytgan nazar bilan mundaq dedi: "Shuncha yiroq chat bir yurtdan kelgan bir bola sizlarning tilinglarni o'rganib, yana tixi sizlardan yuqorilab ketsa, sizlar uyalmamsizlar? Bilib qo'yinglar, bilim kimning qo'lida bo'lsa, shu kuchlik, shu nochi. Undaq odam hech qanday yerda xorlanmaydi. U har qanday zamon, har qanday makonda aziz va mo'tabar bo'laveradi." Akbar shu kuni kechda bu xushalligini dadsiga yetkazdi. Atxon o'g'lining sidaqda utib mukofotga erishganligidan qattiq so'yindi. "Texim yaxshi o'qi, o'g'lim", dedi u Akbarni rag'batlantirib. "Ustozing to'g'ri debdi. Odamning zinnati bilim. Ota-bobolarimiz kuchi bor birni yengar, bilimi bor mingni deb bekor aytmagan. Mukofot olgan 30 rupiya pulingmi oz emaskan, o'g'lim. Biz Qashqardan setib olgan 10 dona do'rg'ibak tangisi degan gap. Sen ustozingning pishiga tig'imuching esilib, bizning bu yerdan rizqimiz ko'tarilguncha obdan o'qib ol. Qurbon hayitga yana 3 oydak vaqt bor. Yana mang'almasa qanday qilarmiz, dada?" so'radi Akbar dilg'onlik ichida. "Bu qitimqi haj vaqti o'tib ketsa, yana 1 yil saqlaydigan gap." Akbar bu gaplarni dadasini chekib beqish uchun degan edi. O'z ko'nglida bo'lsa, bu yerda qanchalik ko'p saqlasimi amdi qo'rqmaydi, zerikmaydi. Chunki u hozir illiq makon, yaxshi ustoz, obdan o'qish sharoitiga ega bo'lib qolgan edi. Madrasada texi uni yaklimay, yaxshi ko'rgan bir muncha savoqdoshlari bor edi. Yana 1-2 oygacha arab konsulxonasidan xabar bo'lmay qolsa, dedi Atxon qoshlarini yemirib, ko'zlarini o'ychan qisqan holda. "Yuk paraxut xo'jayinlarini setilib bo'lsa-mu, bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Shuncha uzun yo'llarni besib, Baytullohning bo'sog'isiga kelganda orqamizga yansak, mahshar kuni Alloh taologa nim deb javob beramiz. Pulimiz yetishmadi, irodamiz bo'shab ketdi deymizmi? Inshaalloh bu qitimqi harakatimizning barakati yaxshi bo'layotdi. Chiqimni to'lab, yeb ichib yana oz to'la ishlayapmiz. Bu mu Alloh taoloning bizga qilgan shafoati. Agar u bizni o'z uyiga chaqirmagan bo'lsa, mushkullarimizni bundoq oson qilmagan bo'ladi." "Rostda", dedi Akbar bir ishni esiga olgandek. "Konsulxonadagi Muhammad ibn Ja'farning o'g'li Fahad bilan do'st bo'lib qoldim. U madrasada o'qiydi. Tunugun Fahadning deyishcha, dadasi 3 kunning oldida muhim ish bilan Arabistonga ketibdi. U minishdan burun Said Taha ularning uyiga berib, bizning ishimiz to'g'risida so'zlashibdi. Fahadning aytishicha, dadasi Said Tahaga bu qitim vatanga borganda bu ishni cho'qim hal qilaman. O'tganda bizning yo'llagan yo'llanmamiz Malikaning qo'liga tegmagandek qildi. Men berib surishti qilaman degan o'xshaydi." Bu xabar har holda Atxon uchun yangi va umidli xabar bo'ldi. "Xudoyim deganidek bo'lar", dedi u xushal bo'lib.
G'irib musofirning g'amini Alloh o'zi yeydi. 10-bob tugidi.